O'rtog'im qizini uzatdi. Aytadiki, 3 kundan keyin shunaqa yomon sog'indim. Kechasi uxlamay chiqdim. Mashtim achishdi. Ertalab bomdoddan keyin xotinga aytdim, tur, qizingni ko'rib kelamiz dedi. Voy, adasi jinnimisiz? Qanaqa borib ko'ramiz? Ko'cha sipirgani chiqadi, uzoqdan bir ko'rib kelamiz. O'zini jonli ko'rgim kelyapti debdi. Xullas, eri xotin chiqib borishibdi. 3-4 uy narida turib, mashinada o'tirib tomosha qilishdi. Aksiga olib qizi ko'cha sipirgani chiqmabdi-da. Qaynota qaynanasi ko'cha sovuq, ko'chani sipirmaysan debdi. Baraka topkurlar. O'tirdik deydi, bir mahal darvoza ochildi deydi. Bir mahal mashina chiqib kelyapti. Qarasam, quda chiqib kelyapti deydi. Ana hamma tomosha o'shadan keyin boshlandi deydi. Yurib ketdik desam, shunaqa palashaynidanmiz, quda ko'radi mana deydi. Joyimda o'tiring desam, mashina yonimizdan o'tadi deydi. Nima qilishni bilmadim. Xotin yot deb sirenani tushirib yotib oldik ikkalamiz deydi. Shu bilan qizimni ko'ra olmay men ketdim deydi. Bechora. Xotinni uyga tashab ishga borib ishlab o'tirsam, bir mahal xotin telefon qilyapti. Adasi qizingiz keldi deydi. Hamma ishlarimni yig'ishtirib uyga bordim deydi. Ha qizim, tinchlikmi? 3 kun bo'ldi turmushga chiqqaningga. Ertalab mashinada o'tirganinglarni qaynatam ko'rib qopti. Baraka topkur, ko'rib qopti haligi. Qaynanamga telefon qilib, o'g'lingga ayt, ishga ketayotganda kelinni uyga tashab ketsin, qaytayotganda olib keladi. Bechora qudalarim mashinada ko'z yosh qilib o'tiribdi, qizimni ko'rarkanmanmi deb dedi. Baraka topsin, Alloh rozi bo'lsin. Bitta savol, qiz uzatganlar. Sizlar ham shunaqa qilganmisizlar?